Assalomu alaykum hammaga. Istanbul, Turkiyadan hammaga salom. Turkiyaga kelishni rejalashtiryapsiz, lekin Turkiyaga kelishdan oldin oyliklar qancha, sharoitlar qanaqa, shular haqida qisqachagina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lmoqchisiz. Agardaki haqiqatdan shunaqa ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Chunki bu video ozgina bo'lsa ham siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Xo'p, men o'zim Turkiyaga kelganimga 1 yilcha bo'lib qoldi o'zi. Xo'p, Turkiyaga kelib ancha-muncha narsani o'rgandim. Oyliklar qancha, yashash sharoitlari qanaqa, shular haqida batafsil sizlarga o'z bilganimcha ma'lumot beraman. Turkiyada oyliklar o'rtacha, xo'p, $700 ayni vaqtda $700 $1200 boradi. Bu albatta ishga qarab o'zgaradi. Siz qanaqa ishda ishlaysiz, shunga qarab o'zgaradi. Adashmasam, stroykalarda $1200-1300 ham topishadi. Lekin stroyka haqida unaqa ko'p ma'lumotga ega emasman. Men o'zim magazinda ishlayman. Meni o'zimning oyligim $1100. $1100 ga ishlayman, lekin buning ichida meni kvartiram va yeb-ichishim ham bor. Demak, $200 o'z-o'zidan $200-250 rasxodga ketsa, menda 750-800 atrofida pul qolishi ehtimoli bor. 800 shunaqa atrofida pul qolishi ehtimoli bor. Xo'p, agardaki restoranlarda juda ham ko'p O'zbekiston fuqarolari albatta restoranlarda ham ishlashadi. Ya'ni bu yerda restoranlar shunaqa tuzilganki, ofitsiant bo'ladi. Albatta ofitsiantlar turklar bo'ladi asosan. O'zbeklar ham bor. Uning uchun siz ofitsiant bo'lib ishlash uchun turk tilini juda ham yaxshi bilishingiz kerak. Lekin juda ham ko'p, bir 90%, 95% adashmasam turklarni o'zi ofitsiantlik qiladi. Xo'p, shu ofitsiantlarga yordam sifatida komi deydi turklar, shunaqa ishchilarni ham olishadi. Ofitsiantga yordam berasiz, ya'ni ofitsiant zakaz oladi, siz u zakazlarni toshib yetkazib berasiz. Mana shunaqangi ishda ishlaydiganlar hozirgi paytda bir $800 pul topishadi adashmasam. $800 pul topishadi. Xo'p, $800 ichida, lekin sizlardan chiqazmanglar, $800 o'zimga sof foydamikin deb o'ylamanglar. Qorningiz o'sha restoranda to'ygani bilan, xo'p, kvartira uchun o'rtacha $100 dan salgina oshiqroq, minimum bir $100 rasxod qilasiz. Bu sizga qoladigan summa. Xo'p, shu kvartira, faqat kvartiraga rasxod qilsangiz, xo'p, 800 to'plagan bo'lsangiz 700 pul qolishi ehtimoli katta. Bundan tashqari, agardaki ayollar ko'rayotgan bo'lsa, ayollar juda ham ko'p ayollar asosan uyda kampir qarash, yosh bolaga qarash, mana shu kasalga qarash, umuman shunaqa uy ishlarida juda ham ko'pchilik ishlashadi. Ular ham o'rtacha $1000 gacha daromad qilishadi. Xo'p, o'sha aytganimda $700 dan $1000 gacha. Albatta siz qanaqangi xonadonda ishlaysiz? Boyvachchiroq xonadondami, o'ziga to'q xonadonlar albatta yaxshiroq pul to'lashadi. Ishlar haqida gapiradigan bo'lsam, o'sha aytib o'tganimdek, asosan o'zbeklar magazinlarda ham yaxshigina ishlashadi. O'zbeklar dostavkada ham ishlashadi, shu magazinda, ya'ni mobilda dostavka qilishda ham ishlashadi. Restoranlarda usta yordamchisi va komi bo'lib ham ishlashadi. Usta yordamchilari deganda, o'sha usta povur ovqat pishiradigan o'sha povur yordamchisi bo'lib ishlaysiz, ya'ni zagotovka qilasiz, unga yordam berasiz. Mana shular ham o'rtacha $1000 dan ko'proq daromad qilish deganlari ham bor. Xo'p, yana qanaqangi mavzularda ko'proq qiziqasizlar? Kommentariyamda yozib qoldiringlar. Barchasiga javob berishga harakat qilaman. Sharoitlar, endi harakat qiladigan odam ishlab daromad qilishi mumkin. Albatta, bunaqangi maqtab, juda zo'r deb sizlarga maqtamayman ham, yomonlamayman ham. Bu hammani o'ziga bog'liq. Bu joyda ham harakat qilib ishlayman, daromad qilaman degan odam albatta daromadini topib, yo'lini topib ketadi. Bu har bir insonning o'ziga bog'liq. Shu qatorda sizlarga ham, demak, oyliklar o'rtacha $700 dan $1100 gacha. Uning ichida albatta yeb-ichish, kvartira rasxodlari ham bor. Qancha rasxod qilish bu o'zingizga bog'liq, lekin siz uchun asosiysi yeb-ichish va kvartira rasxodlari albatta o'zingizning hisobingizdan bo'ladi. Agardaki uy ishlarida ishlaydigan bo'lsangiz, uy ishlarida albatta siz yotoq joy berishi mumkin patron, ya'ni boshlig'ingiz, yeb-ichishingizni berishi mumkin. Sizning qo'lingizga sof
qancha dogovorda qancha pul bo'lsa, aytganimda o'sha $700 dan $1000 sof foyda qolishi mumkin. Albattaki boshqa narsalarga o'zingiz rasxod qilmaydigan bo'lsangiz. O'ylaymanki, Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan insonlar uchun ozgina bo'lsa ham bu video foydali bo'ldi. Kanalimga obuna bo'linglar, o'zlarini qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Qo'llab-quvvatlashingizdan chiqmasa, albatta kommentariyalarga javob beraman. Qo'limdan kelganicha, bilganimcha bundanda qiziqarliroq Turkiya haqida videolar qilishga harakat qilaman, chunki hozir o'zim ham Turkiyada ishlab, yashab kelmoqdaman. Hammaga rahmat, ishinglarga omad, Alloh yo'linglarni ochiq qilsin.